Mana do'stlar, 3 soatlik smenamizga kelgan отчет. 5 ta zakaz qilganmiz. Bitta zakaz atmen bo'lgan. 130 ming bo'lgan. 129.700. 3 soatga 130 ming, 5 ta zakaz. Bizim tezkorda ish boshlashdan oldin 15 minut qolgandan keyin boshlasak bo'ladi. Smena boshlash tugmasini bosamiz va rasmga tushishdan oldin обязательно futbolka bo'lishi kerak bizim tezkorda. Shu holatda rasmga tushamiz. Ishni boshlaymiz. Ish boshlandi. Shunda ish boshlaymiz. Va endi zakaz berishini kutamiz. Zakazda bizga mana shu nuqtalarni ko'rsatadi. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana shu qizargan nuqtalarda zakaz ko'proq bo'ladi. Endi shahar ichida yursak zakaz to'xtamasdan beradi. To'xtatmasdan beradi. Oybek metrosida bugun ish faoliyatimizni boshladik. Mana ko'rib chiqamiz. Bugun mana 3 soatlik smenada necha pul ishlasak bo'ladi. Hozircha 3 soatlik smenamiz bor, yana olaveramiz o'zimizga vaziyatimizga qarab. Mana do'stlar, birinchi zakazimizni qabul qildik. Marshrut tuzamiz. Pastadan tushdi, restorandan. Mana necha kilometrdan berdi. Birinchi zakazimiz 4 kilometr. 11 minut ko'rsatyapti. Ketdik, поехали. Ha, birinchi zakazimizni oldik pastadan. Tortamiz. Ekin. 25 minut berdi, marshrutni bosamiz. Поехали. To'rt kilometr keluvdik, 5 kilometr. 5,5 kilometr. 6 kilometr ko'rsatdi. Ketdik. Поехали. Va zakazimizni olib keldik, klientimiz olib ketdi. Zakaz beramiz. Bizda yana keyingi zakaz bor. Davom etamiz. Burger basseyndan tushdi. Marshrutni bosamiz. 2,5 kilometr. 5 minutlik yo'l. Поехали. İkinci zakazimiz Burger basseyni oldik. Samarqand Darvoza Targ'u sentridan. Kutyapmiz. Keyingi zakazimizni ham olib kelganmiz. Ofisga tushgan. Kutyapmiz, keldiğimiz chiqish kerak. Keyingi zakazimiz olgan, yana pastaga birinchi zakaz olgan joyimizga keldik. Zakazimizdan oldik. Ketdik. Aytdik. Zakazimizni necha kerak ekan? Marshrut tuzamiz. Beş kilometre 13 minut ketdik. Malika bozorida KFC'dan zakaz tushgan. Yo'llar remont qilishyapti. Dabdaba bo'lyapti hammaga. Boryapmiz zakaz olishga. Do'stlar, zakazimizni olib kelganmiz KFC'dan.
Uzun tezkordan uzun tezkor ofisga olib kelganmiz akasi.